Assalomu alaykum Belarus kanali obunachilari. Ko'plab obunachilarimiz talabiga binoan instrument narxlarini tanishtirgan yetib kelganmiz. Bu yerda perforator, bolgarka, drill, shurfor, undan tashqari har xil turdagi svarka apparatlar, ustalarga nima kerak bo'lsa hamma narsa instrumentlar bor ekan. Bitta like bosib podeshkada tursalaring, chiroyli qilib sotuvchi akamizdan ma'lumotini berib o'tamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar, Yangi bozordan bo'lyapti, 17-do'kon. Bemalol kelib xarid qilsalaring ham bo'laveradi. Undan tashqari dastavkasini ham kelishilgan holatda qilishib berishaveradi. Bo'lmasa videomizni boshladik. Akalar, opalar, bo'lmasa videomizni boshladik. Bittadan like bosib podeshkada tursizlar, akamizdan ma'lumot olaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tuzimsiz, rahmat aka, tuzimsiz. Rahmat. Aka, bo'lmasa obunachilarimizga bir boshdan chiroyli qilib narxlar bilan arzonlarni qilib beraveramiz. Imkoni boricha biz obunachilarga arzonroq narxda aytaverasiz. Xudo kelishib qolsak, dastavkasini ham qo'yaveramiz. Albatta kelishilgan narxlarda aka chiqartirib berilaveradi. Bu yerda nimalar bor aka? Ustalarga kerakli. Ustalarga kerakli asosan aka svarka apparatlarimiz, bolgarka, drill, shtarabores, betonares, har xil variantidan bor. Picholka, micholka degandek, lazerlarimizgacha bor, lazerni urinlargacha aka. Zo'r. Bo'lmasa bir boshdan boshlaveramiz. Birinchi o'rinda mana bunday pushkalar ham bor ekanda. Bu yerda to'kligi, undan tashqari gazligilar ham bor, to'g'rimi aka? Bor aka. Eng asosiysi qishki kunda mana shular kerakda. Xalqimizga chiroyli qilib bulardan boshlaveramiz. Undan tashqari instrumentlarni ham birma-bir narxlar bilan arzonlarni qilib beramiz aka. Albatta aka, qilib beramiz. Bo'ldi, boshlaveramiz. Eng kichkinasi? Eng kichkinasi aka 2 kilovatli pushkalarimizdan bor. Mana bunday pushkalarimizdan aka. Soatiga 2 kilovat tok oladi aka. O'rtacha hisobda 3 ga to'rt xonani bemalol isitib beradi, xudo xohlasa aka. Summasiga keladigan bo'lsak, 150 ming so'mdan boshlanib ketaveradi aka. 2 kilovatlikni o'zi 150 ming so'mdan aka 250 ming so'mgacha bor 2 kilovatligi. Undan tashqari 3 kilovatli bor aka, 5 kilovatli bor aka. Keyin katta 3 faznoy katta pushkalarimizdan ham bor mana bunday. 9 kilovat, 15 kilovat, 24 kilovat, 30 kilovatlik pushkalarimizgacha bor. Har xil modelidan bor. Xudo xohlasa qilib beraveramiz. Zo'r. Bundan tashqari holatimizda aka, endi hozirgi kunda yana ham bir talab qilishyapti bizdan. Asosan bolgarka, drill, shurpayor. Shurpayorlarda ham yaxshilaridan bor. Hozirgi kunda aksariyat mana shular yaxshi ketyapti, to'g'rimi aka? Mana ularimiz 230 talik bolgarkalarimiz, katta so'raganlarga. Mana ularimiz 180 talik bolgarkalarimiz, mana ularimiz 125 talik bolgarkalarimizda turadi. Zo'r. Qaysi firmalar bor aka bu yerda? Bosch bor, Alfa Grand bor, Samara bor, Rubin bor, Makota bor, Crown bor. Aka, Bioti bor asosan. Hozir eng yaxshilari qaysilar bo'lyapti? Eng garantiyalilari, ya hammasiga garantiya beramizmi? Aka, hammasiga 6 oydan kafolat beriladi, xudo xohlasa. Bizda firmenniy do'kon. Hozirgi kunda eng ko'p sotilayotib turgani qaysi? 125 taligi bilan 180 talik. Chunki mana unga jinday ustalar qo'pol deyishyapti. Shuning uchun 125 talik bolgarkalarimiz bilan 180 talik bolgarkalarimizdan beryapti. Bularda narxlariga keladigan bo'lsa, 230 ming so'm, 180 ming so'm, 350 ming so'm, 450 ming so'mgacha 125 taliklarimiz bor. 180 taliklarimizga keladigan bo'lsak, 430 ming so'mdan boshlab 650 ming so'mgacha bor bolgarkalar. 650 ming so'mgacha bor. Endi 230 taliklarimizga keladigan bo'lsa, xo'p, 550 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha bor bunaqa katta bolgarkalarimiz. Katta bolgarkalar 1 million 200 ming 6 oydan kafolat beriladi 100%. Zo'r. Aka, qarang, hozirgi kunda eng ko'p ketyapti turgan qaysi firmani ketyapti? Eng ko'p ketadigani aka bu odamlarda undaqasi, mana bu narsa yaxshi ketyapti deb ayta olmayman, hammasida ketyapti aka. Hammasida yaxshi ketyapti, o'ziga holiga. Zo'r. Drilllarimiz-chi aka? Drilllarimiz bo'ladigan bo'lsa, aka bundaqangi arzon drillarimizdan ham bor. Diol degani aka. 180 ming, 160 ming, 140 ming so'mliklarigacha bor aka. Endi 140 ming so'mliklarimiz kichikroqlari aka. Albatta buni ham aka, mana bunday katta bolgarkalar drilllarimiz ham bor aka. 450 ming, 400 ming, 300 ming so'mdan misol uchun mana kattalarimiz aka. Makota firmamizniki bor aka, 320 ming bitta varianti, 350 ming so'm chiqadi. 13 patronli driller bular. Bular mana ularimiz 10 patronlik. 10lik nasabga tushadiganlari, bular 13lik nasabga tushadigan drillarimizdan bor. Zo'r aka.
Fenlarimiz bor mana. Mhm. Fenlarimiz 230 ming so'mdan boshlanadi. Bag'i 350 ming so'mgacha bor. Perfa drellarimiz bor. 26 lik nasatga tushadiganlari, 26 lik, 28 talik. Даже mana bunaqangi Kattalari mini ham bor. perforatorlarimiz ham bor. Minilari bularimiz. Ularimiz 580 ming so'm narxlari. 400 ming so'm, 360 ming so'mdan bor aka. 500 ming. Sredniylari 500 ming, 550 ming so'm. Sredniylari. Eng arzonlari qanchadan boshlanadi? 360 ming so'mdan boshlanadi. 360 ming so'mdan arzonlari. boshlanadi. Zo'r. Aka bu kattalarimizchi, perforatorlar. Kattalarimiz Rolf firmamizniki bor 950 ming so'm. Bioti firmamizniki bor 880 ming so'm. Keyin Lepsi deganlari bor 660 ming so'm. Uraganda mana bunga o'xshagan mini perforatori bor. Bularimiz 650 ming so'm. Sokinlarimiz bor 670 ming so'm. Bu ham 32 lik nasatgaligi. Rubinlarimiz bor mana. Katta kilovatligi, kichikroq kilovatligi. 670 ming so'mga 700 ming so'm. Ariol firmaniki bor. 670 ming so'm turadi bu ham. Hammasi yaxshi narsa, 6 oydan kafolatlari bor, bexijolat. Zo'r. Bundan tashqari shurfoyorlarimiz. Shurfoyorlarimizga keladigan bo'lsak 48 volt. Katta ekanda batareyasi ham. Akkumulyatorligilar. Lekin summa arzon, 400 ming so'm. 400 ming so'm shohlati. 400 ming so'm turadi. Bularda batareyasi ikkitadan bo'ladimi? Batareyasi ikkitadan bo'ladi bularda. Zo'r. Keyin hozirgi holatda eng ustalar yaxshi oladigan narsa mana apparatimiz bo'ladi. Ubay firmaniki. Ubay firmaniki. Akkumulyatorlari ham Leon akkumulyatordan bo'ladi. 1608 Leon. Bular uyg'onuvchi akkumulyator bo'ladi. Haligi 1 yil, 1,5 yil, misol uchun 6 oy bitta joyda qolib ketsa, olib turib ishlatsangiz, juda ko'p shunaqangi bo'lyapti. Ishlatsangiz akkumulyator javob bermaydi. O'tirib qoladi. O'tirib qoladi. Bular uyg'onuvchi akkumulyator bo'ladi. Biror joyda qolib ketsa ham, olib turib ishlatib turib, yana ishlatib, zaryadga qo'yib ishlatib ketaverasiz. Uyg'onuvchi akkumulyator. Atiga 300 ming so'm turadi. 300 ming so'm. 300 ming so'm turadi. Agar kanalingizdan bizga chiqishadigan bo'lsa aka, skidkalarini qilib beramiz. Bexijolat aka. To'g'ri, aytilyapti turgan narxlardan bonuslar, skidkalar qilib beriladi. Albatta aka, albatta chiroyli narxlarda, o'ta chiroyli narxlarda qilib beriladi, Alloh xohlasa. Buni ham narxlari 570 ming, 700 ming, 800 ming har xillari bor ekan. Ha aka, katta kichkinaligiga qarab aka, Shtorm firmaniki bor mana 400 ming so'm bu ham aka. Bu ham 21 volt aka. Misol uchun mana bu Craft degan firma bor aka. Bu ham 48 voltligi 470 ming so'm aka. Endi srednisi aka 230 ming so'm. 230 ming so'mdan boshlanadi bizda. Hali 160 ming, 180 mingliklar yo'q bizda. Bizda firma bo'lganligi uchun sifat kачествоga qaraymiz birinchi o'rinda aka. Albatta, biz ham biror narsani berganimizdan keyin bizga klient kerak, qaytib keladigan. Misol uchun arzon narsa berib yuborib, 2 kundan keyin u narsa olib borgandan keyin bir marta yoki 2 marta ishlatib, buzilgandan keyin qaytib kelmaydi, to'g'rimi shunday? Shunaqa aka. Misol uchun 1 yil, 2 yil, 3 yil ishlatadigan bo'lsa, yaxshi ekan deb turib klient ko'proq bo'ladi. Albatta tavsiya qilib bir-biriga. Albatta, o'shaning uchun aka to'g'ri, summalari 3-4 so'm ko'cha bilan farq qilishi mumkin, lekin sifat darajasi a'lo. 6 oy servis kafolatlarigacha bor. Oddiy misol mana shu 300 ming so'mlik, 300 ming so'mlikni qo'ying aka, 260 ming so'mlik, 230 ming so'mlik drillerimizda ham, shupa yo'llarimizda ham aka, albatta kafolatlarigacha beriladi 100% 6 oy. Chunki firma bo'lganligi uchun aka, kakpolojni kafolat qilib beriladi. Zo'r. Bularimiz-chi aka? Shlipovkalarimiz aka har xil turidan bor aka. Bioti firmaniki, Boda firmaniki, Shtormniki, Piterdiki, Uragandiki bor aka. Tepadagilar sabelni pilalar aka. Sabelni pilalarimiz aka 580 ming so'mdan boshlanadi aka. Hop, mana ularimizga keladigan bo'lsa aka 460 ming so'mdan boshlanadi aka. Zo'r. Keyin dazmollarimiz bor, santexnik akalarimizga aka 20 dan 32 gacha nasatgaligi, keyin 20 dan 63 gacha nasatgaligi, keyingi holatda o'ta katta nasatgaliklari bor. 200 talik, mana bundaqangi chekkaga qo'yib qo'yganmiz. 200 lik, 250 lik, 280 talikgacha nasatgalari. Katta turbo'g'liganlar. Katta turbo'g'liganlargacha bor aka. Zo'r. Narx qanchadan boshlanadi? Narxlarimiz aka 160 ming so'mdan boshlanadi. Ag'a davom etaveradi. Kattaroqlari misol uchun tepada turganlari aka 450 ming so'm, 500 ming so'm, 550 ming so'm o'ziga yarasha aka. Zo'r. Keyingilarimiz aka bu yerda
Qo'ydi yungini oladimi, adashmasam? Qo'ydi yungini oladigan apparatlarimizgacha kelgan. Aha. 690 ming so'mdan. Aha. Qaysi modelini olishsa 690 ming so'm. 3 xil modellari bor ekan. Zapaskada qo'shimcha pichoqlarigacha bor. Zo'r. Xo'sh, keyingilarimiz aka nima bular? Bularimiz randa, Aha. rushnoy randalarimiz. Boda firmaniki bor, Bioti firmaniki bor, Uragan bor, Titan bor, Samara bor. Samara, Uragan, Titanlarimiz aka 480 ming, 500 ming shuni atrofida. Manolarimizga keladigan bo'lsak, bularimizni narxi jinday qimmatroq, ham sifati ham o'ziga yarasha yaxshiroq. Narx qanchaga yetib qo'ydi? 720 ming so'm, 690 ming so'm, mana ikkalasi bir xil variant. Manolimiz aka 650 ming so'm chiqadi. Zo'r. Keyin hozirgi kunda kraska sepadigan akalarimizga mana bunday elektritskiy bas, akkumulyatorli apparatlarimizdan kelgan. Bularimizni narxi 450 ming so'm. 450 Ikkitadan akkumulyatori bo'ladi. Bioti firmaniki bu ham. Legrovkalari plus minus mana. Ochish yopish. Bemalol bir kraska emulsa sepsa bo'laveradi. Ishlash holatlari. Misol uchun svit kerak, kompressor kerak demaydi-da, to'g'rimi? Ha, aka. Shuni oladi, sepaveradi. Keyingi holatimizda aka mana bundaqangi shtaraberezlarimiz bor. Shtaraberezlarimiz o'rtacha hisobda 1 million so'm aka, 1 million 400 ming so'm. Mana unimiz 1 million 300 ming so'm chiqadi aka. Keyin mana unimiz bor, Peter deganimiz aka, 1 million 300 ming so'm chiqadi bu narsa ham. Bu 1 million 300 ming so'm chiqishining sababi mana narsa katta narsa. Mana narsa jinda kichikroq narsa. O'shani hisobiga aka, Sifatiga nimalarga ham qaraydi, to'g'rimi aka? Zo'r. Bularimiz aka yog'ochga stanoklarimiz aka 1 million 100 ming so'mdan boshlanadi. Buni ham nechchiligi bo'lar ekan? 250 lik. Hozirgi kunda 250 talik bo'ladi. 250 talik mana bunday variantlarimiz bor mana. Tarsovkamiz. Bunimizni narxi 1 million 100 ming so'm. Mana unimiz narxi 1 million 200 ming so'm. Keyin Boda firmamizniki bor ekan 1 million 480 ming so'mga. Bunda ham ikki xil model bo'ladi. 1 million 550 ming so'm. Zo'r. Xo'sh, bularimiz aka? Mana bu narsamiz aka 2 million so'm. 2 million so'm. Tepasida stanok qilib taxta-paxta haligi rayka qilsa ham bo'ladi aka. Zo'r. Bular faqat yog'ochgami yoki? Yo'q, bular hozircha yog'ochga. Yog'ochga. Xudo xohlasa, akfaga ham olib kelamiz. Shunaqa niyat bor inshaalloh. Zo'r. Bular kattaroqlar shekilli aka. Yo'q, bularimiz temir tarsovkalarimiz. Temir tarsovka. Bular temirga ishlatiladi, tarsovkalarimiz. Bular nechchiligi aka bular? Bularimiz 350 talik, 250 talik ham bor. 355 lik ekan hozir bizda asosan. Mana unimiz 1 million 30 ming so'm chiqadi. Mana shu firmamizniki, Uragan firmamizniki 1 million 30 ming so'm chiqadi. Mana bu narsamiz 1 million 950 ming so'm chiqadi. Boda firmamizniki. Mana eng kattasi hozirgi kunda motor admotkalari ham katta admotkadan 2 million 900 ming so'm chiqadi. Zo'r. Bularimiz endi sal kichikroq modellari 1 million 750 ming so'mga 1 million 600 ming so'm chiqadi. Bular jindali motor sistemasida farq berganligi uchun o'rtacha. Keyingi holatimizda aka ishtirib mana bundaqangi apparatlarimiz bor. Karonka, beton teshiydigan apparatlarimiz bor aka. Bunimizning narxi aka 2 million 600 ming so'mga 3 million 100 ming so'm chiqadi. Komplektida burlar ham bo'ladimi? Yo'q, burlar bo'lmaydi. Burlardan shu holatda bo'ladimi? Mana shu holat bo'ladi aka. Mana shu holatda aka mana 2 million 600 ming so'm chiqadi, mana unimiz 3 million 100 ming so'm chiqadi. Almaznoy burovoy. Agar o'sha burlardan kerak desa, bormi burlardan? Bor, burlar bor. Har xil modelda bor. 50 talik, 76 lik, 100 lik, 200 lik bor. Bemalol yetkazib berilaveradi mana. Yetkazib topib berilaveradi. Zo'r. Svark apparatlarimiz bor, Wagnerlarimiz bor. Asosan hozirgi kunda yana ham bir kerak bo'ladigan narsa aka, Wagnerlarimiz bor. Nimaga ishlatiladi bular aka? Bular aka kraska, emulsiya, kley sepgani aka Wagnerlarimiz bor. Attelchik akalarimizga ekan. Ha, aka bular 2 million 100 ming so'mdan aka hop 4 million 200 ming so'mgacha bor. Wagnerda o'zi. Mana bunday apparatlar bor ekan. Shpatilyovka sepadigan apparatlarimizdan ham kelgan aka. Bularimiz aka
Dollarga aytganim ma'qulroqmi, so'mga aytganim ma'qulroqmi? Dollarga ham aytaver. Dollarga aka $430 turadi. 430 $430 turadi. turadi. Misol uchun hozir ko'pchilik dollarga ish qilyapti. O'sha hisobga dollarga aytsangiz qiynalmay hisob kitob qolaveradi. Kulch naborlarimizdan kelgan mana 4 xil modellari. Aha. Yangi skidka narxlarda xudo xohlasa 950 ming so'mdan. Shu holat, to'g'rimi? Mana Hamma shu yo'q bilan. mana shu holati aka mana shu turishi 950 ming so'mdan. 950 ming so'm. Zo'r lekin. Voy, svarka apparatlarimiz aka. Svarka apparatlarimiz aka Eng kichkinasi bu shekilli aka. eng kichkinalarimiz mana bu narsalarimiz aka 530 ming so'mdan qilib beraveramiz. Aka qarang, misol uchun mana shu oddiy xonadonga ishlatgan mayda-chuyda ishlarga bo'laveradi, to'g'rimi? Bo'laveradi aka, 3likkacha elektrod yoqadi. Endi hozirgi kunda 3likku, 2lik, 3lik bo'lyapti aka. Undan tashqari aka, bular jimda kichkinalik qiladigan bo'lsa, mana bunday aka kattaroqlarimiz bor aka. Bularimiz narxi 580 ming so'm. Keyin 580 ming so'mga aka mana apparatlarimiz bor. Mana kattarog'i 350 amperliklarimiz aka. Keyin yana ham bitta narsa aka, mana apparatlarimizdan kelgan. Bunda 3 xil pozitsiya, ham svarka apparat, ham kemping apparat, ham plazma rezi bor. Yo'q, mana shuni o'zida ham. Mana shuni o'zi. Faqat plazma rezni kabelini olishadi o'zlari. Kabeli bo'lmaydi. Ha, kabel, o'sha plazma rezni kabeli bo'lmaydi aka. Kabelni olib olsa aka, 3 xil funksiyada ishlayveradi. Zo'r. Kempingimiz bor aka mana, ham kemping, ham svarka 780 ming so'mga 790 ming so'm aka. Svarka apparatlarimiz mana modellari bor 840 ming so'm aka. Ubay firmaniki aka. Bu Uragan firmaniki. Rolfniki bor aka 1 million 200 ming so'm aka. Resantalarimiz bor aka, misol uchun mana 190 amperliklar aka. 850 ming so'm turadi aka. Zo'r. Bundan tashqari kattalari, Katta kemping svarkalarimizdan bor mana gazli aka. Gazsiz, mana ular ham gazli aka. Texa firmamizniki bor aka. Rolf, Uragan asosan aka. narxlari 1 million 200 ming so'm, 2 million 400 ming so'm. Shunaqa bo'lib ketaveradi, to'g'rimi aka? Katta kichikligiga qarab bu narsalar aka. Svarka apparatlarimiz kattalari bor aka, 760 ming so'm mana model aka. Mana modeli 860 ming so'm, mana modeli 960 ming so'm. Kemping svarkamiz bor 1 million 300 ming so'm turadi mana bu narsa. Mana narsamiz 950 ming so'm turadi. Keyin 450 amperligi mana apparatimiz bor 980 ming so'mga 1 million 50 ming so'm turadi. Kichirog'i bor shu Uragan apparatimizda 780 ming so'm. Zo'r. Mana bu kattalarchi aka? Kattalarimiz bular plazma res. Plazma res bu. Bular plazma res 3 faznoy ham 220 ga ishlatsa bo'ladi. Summasi 6 million so'm kelishtirib beriladi. Albatta skidka bo'ladi bizda. Xo'p, aytilgan summaga sotilmaydi. Albatta skidkalarni qilib beriladi. Skidka qilib, chiroyli qilib beriladi aka bu narsalar. Lazerlarimiz aka? Lazerlarimiz 320 ming so'mdan aka 850 ming so'mgacha bor hozirgi kunda. Hozirgi holatimizda 320 ming so'mdan 850 ming so'mgacha, 800 ming so'mgacha bor. Zo'r. Xo'sh, mana bunday pushkalarimiz kelgan. Gazga urinadimi? Gazga ishlaydi, orqasiga gaz qo'yiladi. Asosan natijli patologlarga, keyin undan tashqari kattaroq zdaniyalarga, quritkani suv shilkaga. Zo'r. Narxlari qancha? Narxlari 1 million 200 ming so'm, 1 million 150 ming so'm, 1,5 million so'm, 1 million 600 ming so'm. Holatiga qarab chiqaradi. Ularda ham modeli ko'proq, kattaroq. Narigisi aka? Bunimiz mo'ri tozalaydigan apparat. Hozirgi kunda Instagramlarda trendga chiqqan apparat shu, to'g'rimi aka? Mana shu narsa aka, mo'ri tozalaydigan apparatlarimiz aka. Zo'r. Summalar o'rtacha cho'ntak bob aka. 850 ming so'mga 950 ming so'm turadi. Zo'r, narxlari arzon ekan. Misol uchun bundan olib turib qishloq sharoitdami, shahar sharoitdami bemalol chiqsa ham bo'laveradi, to'g'rimi aka? Bitta mo'rini o'rtacha hisobda aka 30 ming 40 ming so'mdan qiladigan bo'lsa, unaqangidan nechta chiqadi bobo aka? Zo'r. Misol uchun qishki kunda ro'zg'orga ham pul chiqib turadi. Albatta aka. Keyin endi bahor kelib qolyapti bundan bari. Yo'qda xohlasa aka, mana bunday arrachalarimizdan kelgan Bobon akalarimizga. Bobo akalarimizga aka, mana bunday arrachalarimizdan kelgan. Ali qanaqadir Alexdanmi, qayerdandir zakaz qilishyapti-ku. Men ko'rdim bu narsani, guvohi bo'ldim aka. Olib kelib aka 2 soat ishlatdimi, ishlatmadimi? Shunda mo'sirga tashlab yubordi. Bu garantiyali. Bular aka 6 oy kafolati bor.
Aha. Xohlasa akkumulyatoriga beramiz, xohlasa o'ziga beramiz. Zo'r. Ham akkumulyator ikkitadan bo'ladi. Mhm. Summasiga keladigan bo'lsa aka, summasi 300 ming so'm turadi. Atiga 300 ming. Ataga 300 ming so'm turadi. Misol uchun bog'bon akalar bitta yoki ikkita oladigan bo'lsa, bir kun ikkita akkumulyator, ikkitasi bemalol chiqib beraveradi. To'g'rimi Albatta aka? aka, oshib ham qoladi aka. Aha. Undan tashqari mana bunaqa qaychilarimiz kelgan aka. Aha. Original aka. Aha. Qaychini qaychida farqi bor. Zo'r. Mana bu narsamiz bor aka. 300 ming so'm turadi. Mhm. Mana ishlash holatlarini ko'ryapsizlarmi? Hozir buni original shekilga. Ha aka. Buni komplegida mana bu narsani komplegida mana bunday arrachalari bor. Ikkalasini qo'shilganda 580 ming so'm turadi. Ikkalasi. Ikkalasi 580 ming so'm turadi. Zo'r. Shunda 240 ming so'mdan to'g'ri keladi, to'g'rimi? 200 sredniy 240 ming so'mdanga to'g'ri keladi. Aha. Zo'r akalar, xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Yana nimalarimiz bor aka? Ko'rsatmagan. Kompressorlarimiz bor aka. Kompressorlar tashqarida uni ko'rsatib o'tamiz aka. Mana bunday tachilalar, sverlini stanoklarimiz bor aka. Shtraberezlarimiz bor aka. Keyin даже akkumulyatorga ishlaydigan mana bunday apparatlarimizdan bor. Sverlini stanok bu ham. Akkumulyatorga ishlaydi. Sverlini stanoklarimiz bor, katta, kichkina. Даже mana bu variantidan ham kelgan. Bu variantimiz o'ta boshqacha. Даже lazerlarigacha bor. Yaxshi narsalar. Shtraberezlarimizda 60ligi, 80ligi, 1 metrligi, 120 lar bor. Keyin mana bunday mini pilesoslarimizdan ham kelgan. Bunday qilingan holatida havo haydaydi. Mana narsani bunday qilingan holatida havo tortadi. Bu narsa mashinalardagi barmarlariga juda qulay narsa. Kichkina pilesos. Bunimizni narxi 600 ming so'm turadi, kelishtirib beriladi. Zo'r ekan. Xo'sh, kompressorlardan ham tashqarida bor ekan, ko'rsatib o'tamiz. Undan tashqari aytib o'tilgandek, har xil, misol uchun hozir har birini to'g'risi ko'rsatib o'tgani vaqt yetmaydi. Chunki bu yerda 200 xildir, 300 xil, 500 xildir tovar bor. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri. Telefon qilasizlar yoki bo'lmasa Telegram do'stlarining batafsil ma'lumotini berishib, xudo xolasa rasmlargacha tashlab berishadi. Kelib ko'rib olib ketmoqchi bo'lganlar uchun lokatsiyalar tashlab beradi, bemalol kelib olib ketishlaring ham mumkin. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri aka. Aka, kompressorlari qanaqalari bor endi bu yerda? Kompressorlarimiz aka aytdim-ku, aytib o'tganimda aka firmaning narsa bo'lganligi uchun albatta aka firma kompressorlardan qo'yib qo'yganmiz aka. Eng arzoni 50 litrlik 5 shumli kompressorlarimiz aka $90 dan boshlanadi. $90 1 million so'm ravno bo'lar ekan hozirgi kunda. 1 million so'mdan boshlanadi aka. Xo'p, 1,5 million so'mgacha bor aka. Bular 5 shumlari. Shumlilarimiz aka 850 ming so'mdan boshlanadi aka. 30 talilarimiz, mana 24 ta 30 talilar aka. Mana unimiz 1 million so'm. 1 million 250 ming so'm, 1 million so'mdan ham boshlanadi bu mana bu narsada. 50 talik kompressorlarimiz 1 million so'mdan boshlanadi. O'rtacha hisobda 1 million 200, 1 million 300 ming so'mga kelib to'xtaydi. 5 shumli 100 talilarimiz bor, 80 litrlilarimiz bor. 80 litrlilarimiz 3 million so'm, bularimiz 4 million so'm. Zo'r. Dastavkalari aytib o'tilganda kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda manzilimiz Qo'qon Yangi bozori 17-do'kon Bioti firmasiniki. Bemalol kelib ko'rib olib ketmoqchi bo'lganlar uchun olib ketaverasizlar yoki bo'lmasa mana shu nomerlarga aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa chiroyli narxlarda yetkazib berishadi. Aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Akajon rahmat. Akalar, kimgadir videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib, mana shunday instrument izlayotgan do'stlaringga, misol uchun qurilishda, stroykada, ustalarga, undan tashqari atelchilarga jo'natib qo'ysalaring, kimgadir foydali bo'lib qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar.